Uzbekistan, Qirg'iziston, Qozog'iston, Qoraqalpog'iston hammalarga salom aytamiz. Afg'onistondan hamma butun musulmon xalqiga salom yo'lladi. O mashhur Pir bobomiz. Arkadaşımız bo'ladi. Alhamdulillah. Go'shtlar nereden bulding? Go'shtlar 1 kilo, baran go'shti 6,5. Xirsa go'sht 4 kilo. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayot Media kanalini ko'ruvchi muxlislar, xush kelibsizlar. Afg'onistonlik birodaringizni kanaliga. Bugun kunlardan ham juma, mana juma yo'mingiz ham muborak bo'lsin. O'qigan namozlaringiz ham Alloh joyida qabul bo'lsin birodarlar. Mana bugun bir Afg'onistonda juma kuni mol bozorlari qanday bo'lib o'tadi? Shuni ko'rsataylik dedik. Mana kunlardan ham bugun juma 2025-yil 30-may juma kuni. Hozir narxlarni ko'ramiz. Hozir qurbonlik kelyapti. Mana qurbonlikka hamma tayyorgarlik, qo'y, buqa olganlar hamma olyapti. Hozir narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz birodarlar. Bo'lmasam videomizga like, kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Inshaalloh bundan ham zo'r videolar sizlarni kutmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inshaalloh keyingi videoda ko'rishguncha. Mana bu qurbonlikka so'ysa zo'r buqa ekan, lekin buni yigisi hozir 85 mingga aytib o'tiribdi. 85 ming afg'oniga. Hali bilmaymiz. Boshqa mana oladiganlar kelib 60 mingga ham so'rab ketib o'tiribdilar. 70 mingga ham. Egasi esa 85 ming afg'oni deb narx qo'ydi. Mana shu buqaga mashalloh ko'z tegmasin, buni qaranglar. Mana ana buqa Afg'onistonda buqalarni ko'rmadim demanglar mana birodarlar. Afg'onistonda eng yaxshi zo'r buqalar mana. Mana qaranglar bu. Urkish dedi bizlarda buni. Juda yomon ekan, lekin hozir ko'ramiz narx-navolarni, qanchadan sotiladi, qanchadan ketadi. Mol narxlarni birodarlar. Mana hozir bu buqa ham 55 ming afg'oniga narxlanib turgan ekan. 55 ming afg'ona deb o'tiribdilar. Dollarga qancha bo'ladi? Uni ham ko'rsatib boramiz inshaalloh birodarlar. Dollarga qancha tushadi? Afg'oniga esa 55 ming, 54 ming afg'oni. Mana do'stlar, bular ham qo'chqorlar. 180 dollar, 200 dollardan sotyapti ekan hali. Bir ikkitasi sotilgan ekan 180 dollardan, boshqalari shu 200 dollardan deyapti. Go'shtini ham hisoblasa bir 23-24 kilo keladi. Mana shunday qurbonlikka so'yiladigan mana qo'chqorlar. Hamma hozir bozor gavjum, mana ko'rganingizdek. Mana hamma hozir bozorda. Mana qurbonlik olgani kelishgan. Qo'y, qo'chqor, buqa. Hozir mana bu yerda ham echkilar ham mana 80 dollardan, 90 dollardan, 120 dollardan boshlanadi narxlar. Mana bu buqa ham sotilibdi Afg'onistonning puliga 40 ming afg'oniga. Mana do'stlar ko'rganingizdek 40 ming afg'oniga sotilibdi. Go'shtini ham hisoblasa bir endi 120, 130, balki 140 ham kelar. To'g'risi qassob akalar ham yo'q ekan. Go'shtini hisoblab ko'rgandirlar qancha keladigan. Tarozi yo'q bu yerda birodarlar. Afg'onistonda tarozi yo'q. Shunday ko'z o'lchusi. Ko'z bilan qaraydi qassoblar. Mana shuncha deydi, bo'ldi. Shuncha keladi ham, kam past shu keladi. Ko'p oz keladi, uncha farq qilmaydi. Masalan 50 kilo dedim, 52 yoki 48 keladi kilolar. Mana shu ham hozir sotilgan ekan 40 ming afg'oniga. Dollarga qancha bo'ladi inshaalloh hisoblab ko'ramiz birodarlar. Qurbonlikka sotgan olganlarim sotgan olib kelganlar mana shu buqalar hammasi hozir qurbonlikka tayyorgarlik, hamma bozorda qurbonlik olyaptilar. Bozor narx-navolari birodarlar. Mana bu ham zo'r ekan, lekin mashalloh. Uni ham 50 ming afg'oni deyapti. Afg'onistonning puliga 50 ming afg'oni.
dollarga hisoblab qo'yamiz birodarlar. Dollarga qancha bo'ladi? Mana birodarlar, chorbosh qobozlari. Bu ham mashalloh po'st yemasin. Mana do'stlar, mana bular ham qurbonlikka sotilmoqchi ekan. Mana shular hammasi bu nima serkammi? Taka ekan. Bu qancha deyasiz buni endi? 18 ming afg'oni ha. 18 ming ekan, lekin jo'r omad degani mana masalan 18 ming desa kampas yuqori tushar ekan akamiz. Mana hozir bu takani ham 18 ming afg'oni deyapti ekan. Qancha kilogalar shu? 45-50 gelir. Ey maşallah 45-50 kilo kelar ekan mana. Agar kilolab ko'rilsa 50-45 kilo keladi. 18 ming afg'oni dollarga hisoblab ko'ramiz. Mana shalfon quloq, mana Pokiston echkilari mana shunaqa quloqlari uzun bo'ladi maşallah. Yarim metr bor buni qulog'i ham uzunligi. Ha, ular nereden dedingiz mana bu? Mana bu joyda qo'ch. 14.500 afg'oni ekan. Mana qurbonlikka maşallah yo'qli dumlikni mana maşallah. Maşallah semizgina ekan. Xo'p, men bular qancha olding? Mana shu joyda. Bu 15 ming edi, mana bu. Nimarda? Dumi ham yo'q mana maşallah semizgina qaranglar maşallah. 15 ming ha? 15 ming afg'oni. Mana do'stlar, narxlar shunaqa Afg'onistonda. Hozir 15 ming afg'oni shu 20 ming 14 ming narxini olarman shunda inshaalloh. Dollarga qancha bo'ladi? Hammasini yozib qo'yamiz. Mana Afg'onistonda mashhur qozoqi qo'y. Qozoqdami shu? Mana qozoqi qo'y deganlari birodarlar. Mana Afg'onistonning eng mashhur qo'ylaridan mana qozoqi. Qozoq nereden olding bu? Mana shu. 14 ming afg'on ekan mana birodarlar, semizgina ekan. Qozoqi qo'y 14 ming afg'on Afg'onistonning puliga. O'zbek so'miga qancha bo'ladi, dollarga qancha bo'ladi inshaalloh hisoblab qo'yamiz, yozib qo'yamiz. Mana bu yerda ham qozoqlar bor ekan do'stlar. Hozir narxlarni ko'ramiz. Mashalloh, qo'shlar ham bir-biridan semiz, yog'likgina qo'shlar mana. Mashalloh, qo'shni qaranglar, mashalloh. Mana qaranglar, dumli yog'ligina qo'sh ekan mana. Xo'p, bular qanchadan bo'lding mana shu? 9500 afg'oni. Mashalloh. Qancha kilo keladi shu? 22 kilo kelar ekan. 9500 afg'on ekan Afg'onistonning puliga. O'zbek so'miga qancha bo'ladi inshaalloh hisoblab qo'yamiz narxlarni. Bu qozoqdami shu? Mana bu ham qozoqi, mashhur Afg'onistonda qozoqi qo'ylardan. Mana yog'likgina mashalloh. Bir-biridan semiz mashalloh qo'ylar ham. Bular qancha bo'ldi bu qo'ylar? Bular 15 ming. 15 ming afg'on ekan Afg'onistonning puliga. Mashalloh, mana bu yerda ham qo'chqi. Bular qanchadan? Masalan mana bu. Bular 13 ming. 13 ming, 14 ming afg'onidan ekan mana shu qo'ylar. Birodarlar, mana narx-navolar semizgina mashalloh. Mana qaranglar, bir-biridan semiz, yog'likgina qo'shlar. Mana mashhur qozoqi qo'ylar. Mana bu ham semizgina ekan mashalloh. 47,5. 7,5. Mana narxlar shunaqa birodarlar Afg'onistonda. Mana mashhur pir bobamiz, qassob pir bobo ham. Mana qo'y olmoqchi. Mal almadım. Gel alkalı, altına almalı, çıkar kalsınlar. Gezi oğlan görseler, gezi benim oğlan sayanın yanı topluğun batı Baxslar bu. Başka değil de. Hangi yapsın verin bana. Ulan yankıdan koptun mu? Ay. O görenler kopar. Tamam sonra koçuklayın oğlan aç. 4,5. Ben dilacakım da dilacakım. Bir kara alalım neyle birinde gelelim. Alamıyor onu. Ne mi verecek onu? Şunu vermem. 4,5. Mana bu yerda ham bir qozoq bor ekan. Mashalloh, mana dumli qozoqi, mashhur Afg'onistonda. Mana qozoq qo'ylar. 9 ming afg'ona sotildimi? 9,5.
9500 afg'oniga sotilgan ekan mana qozoqi. Afg'onistonning mashhur qo'ylari. Mana bu qo'ylar ham shu 80 dollardan 90 dollardan ekan. Mana bular ham qurbonlikka oladiganlar oladi, birodarlar. Mana tekelar qanchami? 15 ming. Mana bu ham 15 ming afg'on ekan, Afg'onistonning puliga. Taka ekan 15 ming afg'oni. Mana bozor ham hozir gavjum, hamma bozorda birodarlar, hamma hozir shu qurbonlik mollarini olgani kelganlar. Afg'onistonda juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz. Mana qo'ldan kelgancha ko'rsatib boryapmiz. Inshaalloh kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmanglar. Mana do'stlar, Afg'onistonda mashhur qozoqi qo'ylar mana. Patag'on qo'ylar, qozoqi qo'ylar deganlar mana shunaqa bo'ladi. Temli qo'ylar 15 ming afg'oniga sotilibdi. Afg'oniston puliga 15 ming afg'oniga. Mana qurbonlikka inshaalloh hamma hozir qurbonlikka tayyorgarlik. Hamma hozir qurbonlik olyapti. Maşallah, maşallah. Dumli semizgina ekan. Aliba. Aliba. Bize ne verir? Ben verir de ne? Aydan endi qiladilar. Buni zum borda. Mana bu qo'chqim juda semiz ekan, maşallah. Han deyishning orqadan deyishini. Bo'ldi. Afg'oniston puliga 16 ming afg'oniga hozir narx qo'yilyapti, 16 mingga. Mana shu semizgina qo'ch. Mana bu yerda ham qo'shlar bor ekan, maşallah. Mana bu yerda ham bodringlar bor ekan. Bodringlarni so'raymiz. Bodringlar qanchadan aka kilosi? 15 afg'ondan ekan. Bodringlar ham bor ekan. Mana ko'rganingizdek. Tarvuzlar qanchadan bo'ldi kilosi? Qancha? 12 afg'ondan ekan mana tarvuzlar ham. Bir tarvuz tutib o'tiraninglar. Bo'ldi. Mana tarvuzlar 12 afg'ondan bo'ldi. Boshqa kasir qancha bo'lding? Kasir 35. Mana sabzi ham bor ekan. Sabzilar ham 35 afg'ondan ekan kilosi. 35 afg'ondan. Sabzi biroz qimmat ekan lekin 35 afg'ondan kilosi. Kecha nereden bo'lding? 20 afg'ondan mana kartochkalar. Piyaz 10 ana. Piyozlar ham 12 afg'ondan ekan mana ko'rganingizdek birodarlar. Mana Afg'oniston Balx viloyati To'qay qishlog'i juma kuni qanday bozorlar bo'lib o'tadi? Narx-navolar, sabzavotlar, ko'katlar. Mana bozorimiz ham gavjum maşallah ko'rganingizdek. Juma kunlari qanday bozorimiz bo'lib o'tadi mana hozir hamma savdo sotiq qilyapti. Qaranglar, ko'rganingizdek. Mana do'stlar, hozir ko'rganingizdek mana sabzavotlar ko'pchilik so'raydi. Afg'onistonda narxlar qancha sabzavotlar deb mana ko'rganingizdek bomyadanmi shu? Bomyani ko'ramiz. Mana ko'rganingizdek birodarlar, narxlar qancha mana akajon 1 kilosi? 20. Afg'onistonning puliga 20 afg'oniga mana birodarlar. Pomidor qancha aka? 20 afg'oni, pomidor ham 20 afg'onidan ekan. Vataniy pomidor Afg'onistonda. Dehqonchilik bular aka. Dehqonchilik pomidorlar mana ko'rganingizdek 20 afg'onidan ekan pomidorlar. Kadlar nereden oldu? Devlet ağa. Bular ham 10 afg'onidan ekan. Kaducha deydi. Shaftollar bor ekan mana. Shaftollar qanchadan bo'ldi? 25? Maşallah 25 afg'on shaftollar ekan. Tarvuzlarning kilosi qanchadan bo'ldi aka? Kilosi 8 afg'ondan ha? Voy maşallah. Tarvuzmisan tarvuz mana. Ko'rmadim demanglar, yemadim demanglar. Afg'onistonning tarvuzlaridan mana arzon. Qancha deding kilosi? 8 kilosi qancha?
kilosi 8 og'ani, 8 afg'on kilosi. Mana oluvchi. Hamma narsa arzonlagan mana oluvchalari ham. Oluvchalar qanchadan? Oluvchilar kilo 25. 25 afg'onidan oluvchalar mana dehqonchilik hammasi mashalloh arzonlab qolgan. Qayerda qancha narxlarni yozing birodarlar, arzonmi, qimmatmi? Mana kartochkani so'raymiz. Davlat og'a kechallar nada bo'ldi? 23 afg'oni Afg'onistonning puliga hisoblasak 23 afg'oni so'mga qancha bo'ladi inshaalloh yozib qo'yamiz. Piyozlar qanchadan davlat og'a? Piyozmisan piyoz mashalloh. Eng zo'r, eng yaxshi piyozlar mana davlat og'ani do'konida ko'rganingizdek mana davlat og'amiz ham. Davlatboy tarkori purish. Mashalloh, yashangay davlat og'a. Mashalloh, baba yaxshilar. Mana jusslar ham, pantalari ham bor ekan. Mana bu yerda mana bu Afg'onistonning puliga 10 afg'oni birodarlar. Limoniki 10 afg'onidan, bular 5 afg'onidan. Keyin yapmana. Mana bular ham 20 afg'onidan. Parvoz deydi buni, mana 20 afg'onidan. Mana bular qancha urani? 30. Bular ham 30 afg'on Afg'oniston puliga mana birodarlar. Mana do'stlar, siz ko'rgan va siz kutgan qassob bobomiz Pir bobo. Mana hozir do'konlarga keldik, go'shtlar narxini ko'ramiz. Assalomu alaykum Pir bobo. Alaykum assalom. Qalay hali o'ytildaymi? Shukring. Go'shtlar 1 kilo, baran go'sht 6 palavin. Xirsoy go'sht 2 kilo. Voy voy mashalloh. Endi Asay, davay lazım. qancha deydi bu kilosini? Mana bilganlar yozsin do'stlar kommentariyaga. Kilosi qanchaligi Afg'onistonda? Kilosi qancha beribman endi kilosimi? Afg'oniston pulga 450 afg'oni qancha million so'm bo'ladi. Ko'p yaxshi shirin go'sht. 70 ming so'm. 70 ming so'm bo'ladi O'zbekistonga mana ko'rganingizdek u mashhur Pir bobomiz. Qassob bobomiz do'stlar. Hazrat To'qay Tashqudar Afg'onistondan gaplayman. O hemsoyamı bo'ladi. Ehtirom, taqdim. Hem dilimi de bo'ladi. Rahmat, rahmat Pir bobo. Yağlar qanchadan u? Yağlar 250 afg'oni. 250 afg'on ekan mana dumma yog'lar. Baran. Tefsir. Хорошо, как ты лоназна. Bir kere aytgan yana. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Şunu koyacağım. 200'den ko'p bo'ladi. Mana do'stlar, mashhur Pir bobomiz ruschani ham yorib boradi. 350 rupiya bo'ldi gachi. Qancha? 350. Afg'onistonda yog' narxlarini ham ko'ramiz. Hozir yog' narxlari 3 litr yog' bu. Nabot yog' deydi buni Afg'onistonda. Qancha ming kilosi Alloh qilaka? Afg'onistonning puliga 320 afg'on so'mga ham hisoblab ko'ramiz qancha bo'lishini. 10 litr qancha bu aka? 930 afg'on mana 10 litr yog'lar. Mana shu sariq bilan ikkisi bir, lekin bu 10 litrasi, bu 3 litrasi. Bu 5 litrlar 490 afg'oni paxta ham ekan. Mana do'stlar, paxta yog'i qancha bo'l aloqalar paxta yog'lar? Mana 490 afg'oni paxta yog'lar, 5 litr yog'lar. Mana do'stlar ko'rganingizdek. Mana hozir birinchilarni ham ko'ramiz. Ko'pchilik birinchilarni ham so'raydi. 1 kilosi qanchadan deb. Abdurahmon, kilosi qanchadan bo'ldi bular? Kilosi 46 rupiya. 46 afg'oni mana Afg'onistonning puliga eng yaxshi birinchi. Mana Afg'onistonda hozir eng yaxshi birinchilardan. Mana ko'rganingizdek 46 afg'oni Afg'onistonning puliga dehqonchilik birinchilar mana ko'rganingizdek birodarlar. Savullar nima bo'lding bular? Abdurahmon aka? Savullar bo'lsa 12 rupiya. 12 afg'oni bu sobun ekan. Mana bu sobun. Sabun ikisi bir mana. Ha, bu ikkisi bir ekan. Bu kattaroq. Bu biroz kattaroq sobun ekan. Bular qanchami? Ana 20 og'ana beradi. Afg'onistonning puliga 20 afg'on ekan. Bular 10 afg'ondan 12 afg'oni bular ha? Ular 12 afg'ondan ekan. Mana bular undan ham kattalar ekan, mana ko'rganingizdek. Mana qaranglar, bular undan ham katta. Bular qanchadanmi? Bular 28 beradi. Bular ham mana 28 afg'ondan ekan, Afg'onistonning puliga.
Mana ko'rganingizdek, mana bular ham Hamidil qoqi deymiz. Bular qanchadan bu? 90 Afg'oniston puliga. O'zbekistonda arzon va qimmat birodarlar yozinglar. Mana choylar ham bor ekan, eng yaxshi choylar. Choylaring ham kilosi nereden iş var? 1 kilosi 250 afg'on. Bu qancha? Ona 200 veriyor. Bu 200 afg'oni, bu 260 afg'ondan ekan mana. Ko'rganingizdek, hind choylardami? Mana hind choylari ham yaxshi, original choylar mana birodarlar. Afg'oniston juma kuni bozorlarimiz, narx-navolar